Yuragim kutgandi baxtini, uchratdi nahot kutganim. Bilsang edi ko'rguncha seni, qanchalar alam yutganim. Tugab mana taqdirim qasdi, baxtni nasib etar menga. Bugun o'zim muhabbat masti, jonim fido erur senga. Jonim G'unchochar muhabbat guli, azizim, sen o'zing ko'zim nuri. jonim O'tar balki vaqt ham ehtimol, yolg'izim, yuragimda sen qol. ayrolmas endi hech kas sendan, na jonu na jismim. Bor ekan totanda nafas, lablarim aytadi ismingni. Ko'zingda iqbolim mujassam, yuragimda xavotir tindi. Ne kelsa ham, ne bo'lsa ham, bizlar to abad birga endi. Jonim G'unchochar muhabbat guli, azizim, sen o'zing ko'zim nuri. jonim O'tar balki vaqt ham ehtimol, yolg'izim, yuragimda sen qol. G'unchochar muhabbat guli, azizim, sen o'zing ko'zim nuri. jonim O'tar balki vaqt ham ehtimol, yolg'izim, yuragimda sen qol. yuragimda Sen qol, yuragimda sen
muborak bo'lsin deymiz. Ana kichkina bolalar qolmaslar yana o'rtada. Mana tamomini shoirlar o'qimaslar shoirlarimizga. Qorli tog'lardan, silin bog'lardan, chin qalbimizdan salom assalom. Assalom deymiz va ta'zim qilamiz. Siz aziz do'stlarimizga yaqinroq davramizga chorlaymiz. Assalomu alaykum uzoq va yaqindan kelgan aziz muhtarama mehmonlarimiz. Assalomu alaykum mana shu oilaga tashrif bergan barcha aziz onaxonlarimiz va hurmatli mehmonlarimiz. Mana bugun eng obro'li oilada, eng obro'li xonadonda ulug'dabara ulug'to'y. Mana bugun Amanqulov Norboy akamizning oilasida katta to'y, katta tantana. Mana bugun Gulsag'at opamiz to'g'ib, sochib, dasturxon yozib, chiroyli qilib katta to'y beryapti. Mana shu to'yimizga asosiy bezagi bo'lib turgan, bir-birlariga yarashib turgan, chiroyga chiroy qo'shib turgan Kyondra Kamoljon kelib boshqa shoiraxonlarning bugun visol kechasi, nikoh to'ylari. Mana shu yoshlarimizning bugungi nikoh to'ylari bilan mana shu Amanqulovlar boshqarmasiga kelgan barcha aziz mehmonlarimiz nomidan, san'atkorlarimiz nomidan bugun yoshlarimizning visol kechasi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, qo'shsha qarisin, umrlari uzoq bo'lsin, sevinsin, suyunsin, ola qizi ko'p bo'lsin, nasib bo'lsa otasiga, onasiga, qaynona qaynotolariga, og'ay qardoshlarga yaxshi farzand, yaxshi kelinlar bo'lsin. Mana bugun Kamoljon bilan kelinimiz shoir oilalarning misol kechasi o'tirgan bo'lsa, nasib bo'lsa endigi yillar mana shu maqsadda to'y ekanimizda. Bularning shirlar shakar farzandlarni beshik to'ylarida, alla to'ylarda turish. Ilohim hammamizga nasib qilsin deymiz. Amanqulovlar oilasida bisha to'y bo'lsin, tantana bo'lsin, dasturxoni mol bo'lsin, tilak o'zlari hech qachon so'rmasin. Shunday qilib bugungi mana kelin-kuyovlarimizning to'ymasini ochib berish uchun Xolmirza bobosini to'y mikrofonimizga taklif qilmoqchiman. Xolmirza aka, marhamat kelin davramizda bo'lsangiz, so'z navbatimiz sizga. To'yimizni chiroyli qilib ochib berishingizni so'raymiz. Hamda mana o'zingizning yaxshi tilak umidlaringizni tabriklab bildirib berishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum, marhamat kelin. Rahmat, sog' bo'ling. Hurmatli mehmonlar, mana bugun Gulsag'at singlimizning uyida, ya'ni Amanqulovlar mashg'ulotida to'yda borasi, to'y. Bu to'yimizning sababkori ham jiyanimiz Kamol bilan kelinimiz Sayralarning turmush to'yi. Mana shu fursatdan foydalanib hurmatli mehmonlar, sizlarning hammalaringizni oldingizdan ham o'z adimdan shu 2 yoshning shu qilayotgan turmush to'yi bilan qutlayapman. Bu 2 yoshning qilayotgan turmush to'yi baxtli bo'lsin, chag'ali cho'g'ali bo'lsin, xalqimizga, elimizga, yurtimizga bir kerakli mashg'ula bo'lib yetsin. Hurmatli mehmonlar, mana shu kun shu yerga to'yga, shu to'yga eng yaqin aradashib qilayotgan odamlari, asha do'stlari, hamshiralari, hammamiz qatnashib o'tiribmiz. Mana shu to'yimizni hammalarimiz birgalashib, bir yaxshi hurmatchilikla, og'zi birlikda o'tkazaylik. Endi to'yimizni ham nima ochiq deb e'lon qilamiz. Mana shu to'yimizni olib borayotgan yigit qizimizga, artistlarimizga, hamisha shunday xalqimizga to'ylarida xizmat qilib berishlarini orzu qilamiz. To'yimizni yaxshi o'tishga sog' bo'ling. Rahmat deymiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizga ham sog' bir salomatlik tilaymiz. Onajon deb bag'ri to'ldirgan, otajon deb shodon qoldirgan, farzandlari uchun yozib dasturxon. Aziz do'stlarimiz, bo'lingiz mehmon. Aziz mehmonlarimiz, mana Xolmirza bobosi aytganlaridek to'yimizda ochildi. San'atkorlarimiz chiroyli musiqa bersa, Kamoljon kelinimizning oilaviy yuzlarini chiroyli qilib ochib berishini so'raymiz. Yoshlar muborak bo'lsin to'ylaringiz. Mehmonsiz uyimni uyim demasman. Tilayotgan bo'yinliqni dalab demasman. Agar do'stlari to'yga cham bo'lib kelasizlar, sizlarsiz to'yimni to'yim demasman deb
Shunday qilib, hurmatli aziz mehmonlarimiz to'yimiz deb ochiq deb e'lon qildi. Mana shu Amanqulovlar boshqarmasiga kelgan barcha aziz mehmonlarimizdan yoshlarimizning do'stlarini, sinfdoshlarini, ag'ay qarindoshlarini davramizga jo'rlaymiz. Hozircha mana dasturxonga bezatilgan nozi ne'matlarni yeb ichib o'tirishlaringizni so'raymiz. Keyin mana kimningki yaxshi niyat umidlari bor bo'lsa, keling yo'llarimizga asta-sekin kelib ism-shariflaringizni yozib ketishlaringizni so'raymiz. Mana bugun keling yo'llarimizning to'ylariga tashrif bergan, elimizda taniqli bo'lgan san'atkor qizlarimizdan Ko'tan tog' e'tirofidan kelgan Xonda singlimizga qo'shiq navbatimizni beramiz. Marhamat keling.
koşulganımdan koşacak karışırlar. Şu yaşlar baktı olsun, ömrü uzak olsun. Geleceğine yaxşı olsun. Nasip bize babalar gelin olsun. Kalanından koy